Nihola. Assalomu alaykum, erim menga xiyonat qilyapti deb o'ylayapman. Nima maslahat berasiz? Unaqa deb o'ylamashingizni maslahat beraman. Yaxshi gumon qilishingizni maslahat beraman. Qarang, siz eng katta xatoyingiz hali eringiz xiyonat qilgan yo'q, ilohim qilmasin. Hali qilmagan xiyonatini siz mana bu yerda ish bor, hammasi mana shu yerda ish. Nihola, siz hamma ish shu yerda. Men yerdagi haligi nimalaringiz o'zlari bilan chiqisha olmayapti. Erim xiyonat qilyapti, xiyonat. Siz shuni o'ylaganingizdan eringiz xiyonatga o'xshab ko'rinadi. Eringizga sabr bersin sizga. Eringizga sabr bersin. Chiqaring uni miyangizdan, xayolingizdan. Xiyonat qilmayapti deng. Keyin xiyonat qilmaydi. Agar xiyonat qilyapti, do'rsiz, yo'q xiyonatni ham xiyonat qildirasiz keyin. Nima niyatingizga yarasha bo'ladi-da. Doim inson yaxshi narsani gumon qilish kerak. Yaxshi narsani o'ylashlik kerak.